Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. Qaysi filial? Men 7 ta filialni akademik bo'lim rahbari bo'laman. Yunusoboddagi Universam, Shohsaroy, Mega, Qibraydan filialimiz, Chirchiqda filialimiz, Sayran filialimiz. Shulardan akademiya ham bor yana. Ajoyib. Bizlar eng katta ustozimiz bilan hozir suhbat qilib turgan ekanmiz. Bugungi sayohat haqida taassurotlar qanaqa bo'lyapti? Bugungi sayohatdan juda ham xursandmiz. Bolalar ham, o'qituvchilar ham. Necha marta kelsak ham har kelganimizda boshqacha taassurot bilan kelamiz. Mana yo'lda rosa o'yin kulgu qilib, rosa xursandchilik bilan keldik. Yo'lda manzaralarni, lola qizg'aldoqlarni kuzatdik. Biz shahardamiz, Toshkentda bizga bunaqa narsa ajoyib narsada maza qilib keldik. Xursandmiz juda ham. Mana tarixiy joylarni ko'rib, yana ham maza qilamiz deb yuribmiz. Adashmayotgan bo'lsam, bu majmuaga Albuxoriga birinchi marta tashrif buyurdingiz. Birinchi marta kelishim, 50 ga kirdim, lekin birinchi marta kelishim Registon o'quv markazini orqasidan keldim. Shu paytgacha kelmagandim. Oldin kelganimda remontda edi-da, bir kelganimda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Qaysi filialdan keldingiz? Sergeli filial. Sergeli filialda. Bugungi sayohat haqida taassurotlar qanaqa? Juda ham qiziqarli, chiroyli, mana shunaqa joylarga kelib, maza qilib aylanib yuribmiz. Sayohatingiz yana ham maroqli bo'lsin. Omad, charchamang.